Hammaga assalomu alaykum. 74-dars bizda ulush va qismlar mavzusi. Ushbu mavzuni uy vazifasini qiynalmasdan qanday qilib oson tushunaman degan savolingizga aynan shu darsda javob beramiz. Ya'ni bu mavzuni uy vazifalarini bajarishni o'rgataman. Xo'p, darsimizni shunchaki ko'chirmasdan albatta tushunib olishga harakat qilasiz. Shunda biz maqsadimizga yetgan bo'lamiz. 7-mashqni shartni o'qiyman. Shokoladning bir bo'lagi uning qanday qismini tashkil etishini taxmin qiling. Ifodalarni hisoblang va har bir plitkaning massasi necha gramm ekanligini aniqlang degan. Xo'p, e'tibor berib qaraymiz. Nimaga aynan bitta bo'lagi uni qanday qismini tashkil etishini aniqlang deb savol bergan bizga. Sababi shokoladni ustidagi qutisi bor-ku, salafan deymizmi, nima deymiz? Shundan to'lig'icha bo'shatilmaganda ma'lum qismini bo'shatilgan. Qolgan qismini biz topqirligimizni, kuzatuvchanligimizni ishga solib topishimiz kerak bo'ladi. Demak, hop mana bu shokoladimiz bu tomonda e'tibor bergan bo'lsam 3 ta qatorda ekan. 3 ta qatorda. Hop, mana bu tomonda esa mana bu joyga joylashgan. E'tibor berib qarang mana bunday holatda. Demak, mana bu tomonda ham 3 ta ekan. Demak, 3 ga 3 ko'rinishda ekan bu shokoladimiz. Hop, ya'ni qutisini to'liq bo'shatsak, ya'ni ustidagi hop qog'ozni olib tashlasak, mana bu tomonga 3 ta, bu tomonga 3 ta bo'ladi. Demak, buni birinchi shokolad deylik. Demak, birinchi shokolad jami 9 ta bo'lakdan iborat. Hop, endi savol beryapti. Bitta bo'lagi uning qanday qismini tashkil qiladi? Hop, jami nechta bo'lak bizda? Hozir chizig'i chizib olamiz va jami nechta bo'lak bo'lsa, bo'laklar sonini har doim mahrajga yozasiz. Jamini 9 ta va bitta bo'lak qancha qism tashkil qiladi? Bizdan nechta bo'lak so'rayapti o'zi? Bitta bo'lak, demak 9 dan 1 bo'ladi. Mana bunda bitta bo'lagi 9 dan 1 qismini tashkil qiladi. Hop, mana bunday holatda bo'ladi. Hop, e'tibor bering. Endi ikkinchi topshiriqda nima deyapti bizga? Ikkinchi topshiriq mana bu holatda ekan. Hop, bu tarafga nechta bo'lak? 2 ta bo'lak. Hop, bu tomonga e'tibor bera qolsam, mana bu holatda e'tibor bering, bitta bo'lak ko'rinmay qolgan. Mana bu tomonning orqasida yana bitta bo'lak bor. Jami 4 ta bo'lak. Demak, bu shokoladimiz oq rangda ekan. Nima uchun shokoladlar bittasi qora, bittasi oq rangda? Shuni bilsangiz izohlarda yozib qoldirishingizni so'rayman. Demak, ikkinchi shokolad jami hop 4 ko'paytirib 2 bo'ladi, to'g'rimi? Chunki sanab chiqsak ham bu taraf 4 ta, pastda 4 ta 8 ta bo'ladimi? 4 ko'paytirgan 2 8 bo'ladimi? Shuning uchun 8 ta bo'lakdan iborat deymiz. Hop, endi mana shu joyda savol, bitta bo'lak qancha qismini tashkil qilishini o'zingiz topib ko'ringchi. Bitta bo'lagi qancha qismini tashkil qiladi? Mana shu joyda videoga pauza bosib o'ylab ko'ring va siz javobni o'ylab turing, men yozaman, meniki bilan solishtirib olamiz. Demak, 8 dan 1 qismini tashkil qiladi. Mana bu holatda. Hop, mana bu shokoladim biroz ko'rinarsiz bo'libdi, lekin endi o'zim bo'laklarga bo'lib olmoqchiman. Hop, meni darsligim elektron darslik bo'lganligi uchun biroz hop rasmlar sifatsiz. Agar mana shu bo'lakni sanashda adashib ketgan bo'lsam, sizning darsligingizda boshqacharoq bo'ladigan bo'lsa, buni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Chunki agar men rasmga e'tibor qarasangiz, menda bo'laklar ko'rinmayapti. Sizning darsligingizda ko'rinishi mumkin bu. Hop, 1 2 3 4 ta deb qabul qildim men. Agar bu joyda boshqacha raqam bo'lsa, siz mana bu birinchi va ikkinchi mashqdan o'rgangan bilmingizni ishga solib, o'zingiz topib olasiz. Hop, uchinchi shokolad nechta qismdan iborat? 4 ta qismdan iborat. Endi bitta bo'lagi qancha qismini tashkil qiladi? Bir bo'lagi hop qancha qismini tashkil qilar ekan? 4 dan 1 qismini tashkil qiladi. deymiz. Hop, endi e'tibor qiling.
mashqimizni yarmini bajarib bo'ldik. Qolgan yarmini ham bajarish kerak. Hop, mana bu yozuvlarni o'chirib turaman, chunki doskamiz to'lib ketdi. Qolgan yarmi har bir plitga necha grammligini tashkil qilishini misollarni ishlab topishimiz kerak. Keling, dastlab doskani tozalab olaman. Demak, birinchi shokoladdan boshlaymiz. Necha grammligini aniqlash uchun mana bu misolni ishlashimiz kerak ekan. 457.800 bo'lingan 1175 ayrilgan 1151 ayrilgan 19000. Xo'p, endi savol. Sizga savol beraman. Birinchi qaysi amalni bajaraman? Nima deb o'ylaysiz? Albatta, birinchi mana bu qavs ichini bajaraman. Ikkinchi qaysi amalni bajaramiz? Ikkinchi bo'lish amalini bajaramiz va uchinchi ayirish amalini bajaramiz. Biz birinchi ishdan boshlaymiz. Birinchi ishimizda 1175 dan ayirishim kerak 1151 ni. Hop, 24 bo'ladi mana bu joyda. Chunki ayirsak 24 chiqadi. Sizda ham shunaqa javob chiqqan bo'lsa, demak biz birgalikda to'g'ri bajaramiz. Ikkinchi misol 457.800 ni bo'lishimiz kerak 24 ga. Videoni mana shu joyda pauza bosingda, daftaringizda burchak usulidan foydalanib bo'lib ko'ring. Men to'g'ri javobni yozaman. Agar sizda javob 19075 chiqqan bo'lsa, demak siz to'g'ri bajargansiz. Va uchinchi ish 19075 dan ayiramiz 19000 ni. Keling, mana shuni og'zaki bajarishga urinib ko'ramiz. Hop, siz to'g'ri tezroq bajarasiz, men tezroq bajaramanmi ko'ramiz. Hop, sizda nechta javob chiqdi? Menda 75 chiqdi. Agar meni aytishimdan oldin topgan bo'lsangiz, demak siz to'g'ri bajargansiz. Demak, xulosa qilaman. Birinchi shokolad plitkasining vazni yoki birinchi plitkani deylik, plitkaning vazni, hop, bizda massasi debdi, vazni debdi, massasi debdi. Keling, massasi deb yozamiz. Massasi 75 gram. Demak, birinchi plitkani aniqlab oldim. Endi ikkinchi plitka. Ikkinchi plitkani qanday qilib hisoblaymiz? E'tibor bering. Birinchi ishda hop 142 ko'paytiruv 18 qo'shuv 17 bo'luv 70 deyilibdi. Birinchida qaysini bajaramiz? Keling, birgalikda aniqlab olaylik. Birinchi qaysi? Albatta, birinchi qavs ichini bajaramiz. Ikkinchi ishda chap tomondagi amal, ya'ni ko'paytirish bilan bo'lish bir xil teng kuchli amal. Shuning uchun ikkinchi ishda mana buni aniqlab olaman, uchinchi ishda bo'lish amalini aniqlab olaman. Hop, demak, birinchi ishdan boshladim. Hop, 18 ga 17 ni qo'shamiz. Keling, og'zaki tezroq kim hisoblar ekan? Menmi yoki sizmi? Sizda qaysi javob chiqdi? Agar sizda 35 chiqqan bo'lsa va mendan oldin aytgan bo'lsangiz, to'g'ri javobni tezroq bajardingiz. Ikkinchi ishda 142 ni 35 ga ko'paytiramiz. Videoga pauzani bosing, daftaringizda tezlik bilan ko'paytiring. Qani kimimiz tez hisoblar ekanmiz? Hop, menda 4970 chiqdi. Uchinchi ish. Hozir mana shu joyda Sirojdomni mendan ko'ra tezroq hisoblab qo'ydi-ku degan fikrga bormang. Men videoni to'xtatdim-da, daftarimda yozib hisoblab oldim. Agar men mana shu javobni yozgunimgacha sizda javob chiqqan bo'lsa, siz mendan birinchi bajargan hisoblanasiz. Va endi uchinchi ishda 4970 ni 70 ga bo'lamiz. Buni ham keling xuddi shunday usulda hisoblaylik. Va 71 degan javob chiqdi. Sizda ham xuddi shunday javob bo'lsa, demak siz ham to'g'ri bajargansiz. Demak, ikkinchi shokolad plitkaning massasi mana bu joyga keling, 71 ni yozib qo'yamiz. Ikkinchi plitkaning massasi 71 gram. Demak, ikkinchi plitkani topdik. Uchinchi plitkani hop massasini topish uchun demak joy yetmay qoldi. Keling, doskamizni yana bitta tozalab olaylik. Hop, uchinchi plitkani massasini hisoblaymiz. Keling, birgalikda hisoblaymiz. Birinchi 1578 ayrilgan deyilgan. Qavchida 227. Hop, 227 qo'shuv 294. Ko'paytiruv 3. Endi o'ylab ko'ramiz. Hop, birinchi qaysi amalni bajaramiz? Keling, kelishib olaylik. Birinchi qaysini bajaramiz? Albatta, qavsning ichini birinchi bajaramiz. Va mana shu joyda ikkinchi ish, mana bu joyda ko'paytirish amali bor. Bu ikkinchi ish deyman. Uchinchi ish mana bu ayirish amali. Birinchi ishdan boshlaymiz. 227 qo'shuv 294. Hop, sizda qaysi javob chiqdi? Menda 521 degan javob chiqdi. Agar sizda ham shunaqa javob chiqqan bo'lsa, to'g'ri hisobladingiz. Ikkinchi ish 521 ni 3 ga ko'paytiramiz. Keling, mana shuni og'zaki birgalikda bajaraylik. 3 ta 500 qancha bo'ladi? 1500. 3 ta 21-chi? 63. Demak, javob 1563 chiqadi. Uchinchi ish. Uchinchi ishda 1578 dan ayiraman 1563 ni.
Natija 15 chiqdi. Demak, 3-plitkaning massasi, ya'ni shokoladli plitka haqida gaplashyapmiz, massasi 15 gramm. Mana bu holatda demak biz 7-mashqni to'la bajarib oldik. Endi navbatdagi mashqqa o'tamiz. 8-mashq. 8-mashqda aytadiki, 1 kilogramm sutli shokolad tayyorlash uchun 900 ta kakao donachasi kerak bo'ladi. Bitta mevada 50 ta donacha mavjud. 3 kilogramm shokolad tayyorlash uchun qancha meva yig'ish kerak? Keling, 8-mashqni ishlashdan oldin men sizga tushuntirib o'taman. Mana bu ekraningizda ko'rayotgan mevangiz nomi kakao mevasi deb ataladi. Ichidagilari esa kakao donlari deb ataladi. E'tibor bering, mana bu kakao donlari. Ya'ni har bir mevani ichida mana shunday siz sevib iste'mol qilgan shokoladni tayyorlanuvchi donlar bo'ladi. Mana bu kakao donlari. Xo'p, bu hozir mana bu ko'rsatayotgan rasmimda ikkiga bo'lib qo'yilgan butun holatda mevasi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Mana bu ko'rinishda. Endi mashqimizni yana ham tushunishingiz uchun yana bitta tushunchani berib o'taman. Kakao donlari kakao mevasidan chiqarib olinadi va mana bu ko'rinishda bo'ladi. E'tibor qiling, mana bu ko'rinishda. Va mana shundan shokolad tayyorlanadi. Demak, siz kakao mevasi va kakao don haqida tushunchaga ega bo'ldingiz. Endi mashqni ishlashni boshlaymiz. Kelgan mashqimiz shartida. Xo'p, keling quyidagicha fikrlayman. Xo'p, o'zi 3 kilogramm shokolad tayyorlash uchun xo'p, nechta kakao donachasi kerak? Xo'p, keling mana yozaman. 3 kilogramm shokolad uchun nechta kakao donachasi kerak? Mana sizga savol. Xo'p, buning uchun nima qilaman? Men 1 kilogrammga qancha kakao donasi ketishini bila olaman, bilganman. Chunki 9 ta ketadi. 3 kilogrammga nechta ketishini aniqlash uchun 3 ni ko'paytiraman 900 ga. Mana shu joyda murakkab ko'paytirish amalini bajarishni umuman keragi yo'q. Karra jadvalni esga oling. 3 karra 9 nechi? 27 deb yozib oling. Mana bu orqasidagi 2 ta nolni esa 27 ni orqasiga yozib qo'yaman. 2700 ta kakao donachasi kerak. Mana savolga javob berdim. Endi ikkinchi holat. Xo'p, endi o'sha 2700 ta kakao donachasi nechta mevada bor? Keling, ana shu savolga javob beramiz. Xo'p, e'tibor beraman. Demak, bu birinchi ish deylik. Mana bu ikkinchi ishda 2700 tani bo'laman. Nechiga bo'laman? 50 ga. Chunki bitta mevada 50 ta dona bor. Xo'p, agar darslarni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, oson-oson o'rgatganman sizga. Mana bu holatda teng miqdordagi nollarni chizib tashlaysiz deganman. 270 bo'lingan 5. 27 ni ajratib olaman. 5 ta bor. 2 qoldimi? 2 ni yoniga nollab tursam 20 bo'ldi. 54 ta bo'ldi. Demak, 54 ta kakao mevasi kerak. Mana ushbu mashqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Agar darsimiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosing hamda kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.